10 million so'm bilan boshlaydigan biznes. Do'stlar, sizlar uchun hozirgi paytda aynan yozgi paytda sezonniy biznes, ya'ni shu biznesni shunday boshlashingizga jaraq pul keladigan, u ham mayli kerak bo'lsa 1 oy, 2 oyda o'zini pulini oqlaydigan biznes ko'rsatyapman. Do'stlar, yangicha apparatimiz keldi. Bu apparatning o'zi nomi ko'pikli ayron ekan, do'stlar, Xitoy stanogi, lekin bu apparatimiz faqat ayron emas, o'rik sharbati, har xil kompotlarni, ko'proq mana ayronni zo'r qilib aytirgan. Do'stlar, biz hozirgi paytda ayron olib kelib nima qilyapmiz? Endi bizda faqat apparat sotiladi, do'stlar. Ko'piklik ayron retsepti bizda yo'q ekan. Buni o'zlaring retseptini topadigan bo'lsangiz, Turkiya retseptini topsangiz, yana ham daromadni 2 barobar oshadi. Do'stlar, xo'p, apparatimiz 220 ga ishlaydi. Operator bu tomonga keling. Orqa tomonni ko'rsatyapmiz, do'stlar. 220 ga ishlaydi, do'stlar. Motori 0.07 va do'stlar, ayron sovigandan keyin 0.4 vatt nima qiladi xolos. Ishlash prinsipi oson. Mana bu narsa sleeve deyiladi. Ya'ni kechqurun nimani yuvib bo'lgandan keyin ichida suvni to'kib yuborish uchun mashkran ishlatiladi. Undan keyin ishlash oson, mana o'chirib yoqasiz. Ikkita kompressorni yoqiladigan va temperatura. Hozir 21 gradus temperatura turibdi mana. Temperaturani mana setni bosib turib, ustanovkani qilasiz. Tak, men endi tushunarmadimmi, lekin mana bu tepada suvni to'xtatdi. Mana tepadagi suvni o'zini aylantiradigan alohida, kompressorni yoqib qo'yish alohida. Temperaturasini qo'yib qo'yasizlar, yoqib o'chirasizlar, bo'ldi. Ayronni muzdek qilib sovutgandan keyin do'stlar, bitta stakanda olib bemalol qilsang bo'ladi. Necha pul topsa bo'ladi biznes do'stlar? O'zi ayron biznesi bitta sezonda ayrondan tashqari, ya'ni qo'shimcha sharbatlar qo'shadigan bo'lsangiz, kuniga 1 milliondan 2 million so'mgacha daromad qilayotgan bolalar bor, to'g'risini aytsam. Lekin apparatni necha pul deyapsizlar do'stlar? Apparatning narxi endi ko'ryapsizlar, goh paytda Xitoydan kelayotganligi uchun gohida narxi ko'tarilib tushib turibdi. Shuning uchun ham narxini aniq 100% ayta olmaymiz. Telegram internetda, ya'ni ekranda siz uchun Telegram kanalim ochganmiz. Shu Telegram kanalga o'tkazgan bo'lsalaring, narxini batafsil yozib qo'yganmiz. Undan tashqari ham videoda описание degan joyga Telegram kirsalaring, aynan shu ayron apparati Telegram silkasini qo'shib qo'yganmiz. Narxi bilan hamma yo'qni yozib qo'yganmiz do'stlar. Xudo xolasa dastavkasi bor, kelishilgan holda bemalol bitta kichik biznes boshlasangiz bo'ladi do'stlar. Biz hozir ko'ryapsizlar, do'konimiz rosa ham katta, assortiment bir 500 xil assortiment bor har xil biznesga va sizlar uchun yana ham ko'proq shunaqa bizneslarni ko'rmoqchi bo'lsangiz do'stlar, biz alohida biznes kanal ochganmiz. Shu kanalga podpisatsiya bosib qo'yinglar. Oybek Qosimga podpisatsiya bosinglar, Telegram kanalimizga o'tinglar. Agar siz ham va yana bitta narsa do'stlar, qanaqa bizneslar ko'rmoqchisiz? Uy sharoitida qanaqa stanovlar ko'rsatib beradi do'stlar? Xamir apparat deysizlarmi? Lavash apparat deysizlarmi? Hasp apparat deysizlarmi? Necha pulgacha biznes loyihalari sizlarga video qilib ko'rsataylik. Like qo'yib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar siz ham ayron apparat sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi Telegram silkaga o'tib turib, batafsil narxini bilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, yaxshi biznes loyihalar bor do'stlar. Qaranglar, mana apparatlar bu bitta etaj, mana shunaqa etajdan 4 ta etaj bor ekan do'stlar. Ya'ni tepada, pastda polniy sklat, katta sklat bor ekan, bir 500 xilga yaqin biznes loyihalar bor ekan. Xudo xolasa sizlarga hammasini bitta obzor qilib ketamiz. Videomiz qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, qanaqa biznes loyihani ko'rmoqchisiz va necha pulli biznes loyihani ko'rmoqchisiz? Kommentariya yozib qo'ying. Bu apparat do'stlar, xudo xolasa, aytayapman, bir 10 million, men apparat narxini aytganman, 10 milliondan arzon apparati. Taxminiy necha pul bilan boshlashini aytdim. O'sha ayron, to'k, shu stakan, bitta stolcha olsalaring, yana bir qo'shimcha sharbat qo'shsalaring, sog' qilsa bo'laveradi. Sog' bo'linglar. Buni ishlatish funksiyasi juda sodda bu. Set degan yozuv bor. Teva pas strekkasi. Set 3 marta bosiladi orqaga qadar. 2, 3. Pas gradus, 12 gradus o'zi mana muzlatib beradi. Yana bitta bossa, teva pas gradus. Bu gradusga chiqib, qaytish nimasi bu? -2 ga tushganda yana motor qo'shadi. Motorni qo'shish. Yana bitta setni bosilsa, motorni yuradigan vaqti, misol 3 minutga yo 4 minutga yo biz o'zi 0 ga qo'yganmiz, primo ishlaydi. To'xtamay ishlaydi. To'xtamay. Endi yana bitta setni bossa mana funksiyada ishlaydi. O'chiradi. JXX da o'chiradi. JXX mana JSda yoqadi. Yoqadi motorda. Juda sodda. Bitta set bosiladi, bo'ldi. Ishlaydi. Hozir mana temperaturani qo'yib qo'ysa, 12 gradus, -12 gradus. 12 gradus bo'lganiga o'zi motor o'chadimi? O'chadi motor, -2 gradusga tushganda yana motor qo'shadi. Demak, oralig'ini 10 minus. Oralig'ini o'zi xohlaganda qo'yib qo'yadi. Qo'yib qo'ysa bo'ladi. Oralig'ini qo'yib qo'yadi, shunga qarab turib, misol uchun
qo'shsangiz oraliqni yaqinroq qilib qo'yasiz. Yaqinroq qilsa ham bo'ladi, uzatsa ham bo'ladi. Ha, kamroq, ayron kamroq bo'lsa uzoqroq qilib qo'yaveradi. Misol -12 gradus deylik, ha. -12 gradusni siz muzlatib yuboryapti-da, -8 qo'yildi. -8 ga mana bu narsani 0 ga olib tushib qo'ysa bo'ladi. 0 gradusga tushganda yana qayta qo'shadi. Yana qo'shaveradi. Zo'r.